Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet dimen. Yaqindan buyon mushu Xitoydan tarqalgan bu koronavirusi yoki COVID-19 kesili O'rta Osiyoda tiz avjilib, nurg'un qarindoshlarninki bu vabo bilan yuqumlanishini va u vabo sababidan bir qism qarindoshlarning o'lib ketishini keltirib chiqargan. Shu sababdan ko'plagan qarindoshlar menga uchur yo'llab bu haqda ba'zi savollarni so'rgan bo'ldi. Bo'libmi bak ko'pincha qarindoshlarningki qiziqirg'ini shu kasalga nisbatan qaysi dorininki unumli ekanligi ya qandoq davolagan vaqtda u kasalni saqaytqili bo'ldiganligi to'g'risida bo'ldi. Afsus bu kasalga nisbatan hozir qadar unumlik bir dori bo'lmaganligi uchun men ularga qanoat qilg'idek bir javob berolmadim. Bugun men shu munosabat bilan bu kasal to'g'risida tafsili bir tushuncha berib o'tmoqchi. Minglarninki diqqat bilan anglashinglarni umid qilaman va bu videoni O'rta Osiyodagi qarindoshlarga ko'plab tarqatib qo'yishinglarni tavsiya qilaman. Ko'pinchimizninki xabari bo'lgandagidek bu vabo Xitoydan tarqab butun dunyo miqyosida nurg'unlagan insonlarning kasal bo'lishini va ko'plagan insonlarning o'lib ketishini keltirib chiqaryotidi. Ham bugungi kunga kelgandimi qisman davlatlarda garchi bu vabo ko'z ko'rinarli darajada kontrol bo'lgan bo'lsa-mu, lekin qolgan davlatlarda yana tiz tarqab har kuni degidek 3000 dan 5000 atrofida odam bu vabo tufaylidan o'lib ketyotidi. Endi bu vaboga nisbatan hozir hamda insonlarda 3-4 oylardagidek undaq jiddiy qarash yoki andisha qilish yo'q. Buning sababi asosliqi bir tarafdan bu vaboga nisbatan ba'zi tushunchalarningki oydin bo'lishi, yana tushuncha bizniki ba'zi burun bilmagan narsalarni bilishimiz, ikkinchidan insonlarningki bu kasalga nisbatan bir xil ko'nishidan bo'lgan deb qarayman. Albatta bu kasallarga bo'lgan tashviqotlarmi o'xshamagan davlatda o'xshamagan bo'lganligi uchun ba'zi davlatlarda yaxshi kontrol bo'lgan bo'lsa, ba'zi davlatlarda aksincha texmi ulg'ayib ketyotidi. Amerikadami shundoq hamda nurg'un kishilar bu kasalga nisbatan 3-4 oylardagidek undaq jiddiy qaramaganlik uchun va yoki yetarlik tadbirlarni ilib bormaganlik uchun Amerikada azroq shu 5-oyninki o'ttirlargacha azroq kontrol bo'lgan bo'lsa, 6-oyning oxiri, 7-oyning boshlaridan boshlab yana qaytadan ko'payyotidi. Endi garchi bu kasal bilan yuqumlanganlarninki soni uzluksiz ko'payayotgan bo'lsa-mu, lekin shu statistikalik sonliq ma'lumotlardan qaragan vaqtida bu kasalninki o'lib ketish nisbati nisbiy holda tuvanlayotidi. Ya'ni bu virusninki o'ltirish kuchi ma'lum jihatdan ojizlayotidi deb qarashga bo'ladi. Bu hammalarni azroq bo'lsa-mu xo'sh qiladigan bir xabar. Bu haqda italiyalik olimlar izchil dokladlarni berib kelgan. Endi bu yerda buningga misol qilib men 2 kunlik ahvolni silishtirmoqchi. Birinchisi shu 2020-yili 4-oyning 17-kunisi bir kunda butun dunyo miqyosida jami 8485 odam u vabo tufaylidan o'lib ketgan bo'lib, u kuni bu vabo tufaylidan eng ko'p odam o'lib ketgan bir kun hisoblandi. U bir kunda butun dunyoda jami 84939 odam yenidan yuqumlangan bo'lib, u kundagi
u vaba tüpeylidin ölüp ketiş nispetini təxminən 10% dep qarashqa bo'ladi. Ya'ni 84.939 odam yenidan yuqumlangan, 84.085 odam shu kunisi o'lib ketgan. Mundaq aytgan vaqtida shu kunizdagi o'lib ketish nisbatini taxminan 10% deb qarashqa bo'ladi. Endi 2020-yili 7-oyning 2-kuni bo'lsa, mushu vaba tarqagandan buyon bütün dünya miqyosida eng ko'p odam yuqumlangan bir kun bo'lib, u kunda 209.379 odam yenidan yuqumlangan. Endi bu kunda o'lib ketganlar qanchalik degan vaqtida u kunda o'lib ketganlar jami 5139 bo'lib, u kundagi bu vaba tüpeylidən ölüp ketiş nisbeti 4% dep qarashqa bo'ladi. Ya'ni 209.379 odam yuqumlangan, 5139 odam shu kuni bir kunda o'lib ketgan. Undaq bo'lgan vaqtida o'lib ketish nisbati taxminan 4%. Bu yerda nimani tushundirmoqchi desanglar, mushu 4-oydan hozirgi 7-oygacha bo'lgan 2 kunlik ahvoldan qaragan vaqtida bu kasallikni o'ltirish kuchi nisbatan tövenlayotgan. Hozir mushu vaba bütün dünya miqyosida tarqagan mushu bir necha oylik mushu tarqash ahvolidan qaragan vaqtida bu kasallikni o'lish nisbati taxminan 5% bilan 6% orasida bo'lmoqda. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida 90% dan ortiq odam bu kasaldan sog' salomat asliga kelmoqda. Endi bu kasalga giribdor bo'lganlarniki o'xshamagan yoshdagilarniki o'lib ketish nisbati qandoq degan vaqtida mushu 80 yoshdan oshganlarning o'lib ketish nisbati eng yuqori bo'lib, ularning o'lib ketish nisbati 14.8% yetgan. 70 yoshdan 79 yosh orasidagilarning 8% atrofida bo'lgan, 60 yoshdan 69 yoshdagilarniki 3.6%, anandan keyin 50 yosh bilan 59 yoshlarniki 1.3%, 49 yoshlardan tövendeki adamlarınki ölüp ketiş nisbeti 0.4% bo'lgan. 0.4% yoki uningdan töven bo'lgan. Endi bundaq aytgan vaqtida bu kasal bilan o'lib ketganlarning mutlaq ko'p qismi yashanganlar bo'libmi bak 60-70 yoshdan yuqorilar bo'lib, uningdan tövendeki, ya'ni yoshlarda o'lib ketadigan ahvol yo'q deganlik emas, biroq o'lib ketish nisbati nisbatan aytgan vaqtida xilila töven. Biroq yoshlarning o'lib ketish nisbati töven bo'lgan bilan, lekin ularning harakat doirasi keng bo'lganligi uchun ular boshqalarga yuqtiradigan eng xatarlik omillar hisoblanadi. Şuna bu yoshlarninki bu kasaldan mudofaa ko'rishninki eng chong ahamiyati yolg'iz o'zi emas, balki atrofidagi yashanganlarni qo'g'dashdan iborat. Undan boshqa bu kasal bilan o'lib ketganlarning ichida mushu burun o'zida mavjud bo'lgan mushu kasalliklar bilan zich munosabatlik bo'lib, bularninki oqibati, ya'ni bularning o'lib ketishi yoki saqayib ketishi burunqi sog'lomlik ahvoli bilan zich munosabatlik bo'lib, ularning ichida mushu yurak kasali borlarning o'lib ketish nisbati 10.5% bo'lgan, mushu diabet kasali, ya'ni shakar kasali bo'lganlarning o'lib ketish nisbati 7.3%. Anından keyin mushu nafas yo'lida ost xarakterlik kasallik borlarning o'lib ketish nisbati 6.3%. Yuqori qon besim borlarning o'lib ketish nisbati 6%. Anandaki rak kasal borlarniki 5.6%. Anandaki sog'lom kishilarning, ya'ni burun hech qanday kasali yo'q kishilarning o'lib ketish nisbati taxminan 0.9%. Mundaq aytgan vaqtida sog'lom kishilarga nisbatan bu vaba uncha cho'ng
tahdid emas, ya'ni o'lib ketishni keltirib chiqish fursati uncha cho'ng emas. Biroq men yuqori deb o'tgandagidek, bu sog'lom kishilarniki harakat faoliyat doirasi keng bo'lganligi uchun garchi u kishilar bu kasalga giribdor bo'lib bexatar o'tib ketadigan bo'lsa-mu, ya'ni o'lib ketish kelib chiqmaydigan bo'lsa-mu, biroq u kishilar boshqa yashanganlarga yoki burun kasal bor kishilarga yuqtirib qo'yish ehtimoli yuqori bo'lganligi uchun ularning sababidan shu yashangan yoki burun ost xarakter kasal bor odamlarning o'lib ketish nisbati yuqorilashishi mumkin. Shunga bu yerda yoshlar garchi bexatarlik bo'lmasa-mu bu kasalga nisbatan, lekin ularning boshqalarga yuqtirib qo'yish xatiri yuqori bo'lganligi uchun, yana yoshlarmi o'zi uchun bo'lmasa-mu, balki shu atrofidagi yashanganlarniki hayoti uchun bo'lsa-mu, cho'qim bu kasalga alohida e'tibor berishi, tadbir qo'llanishi, bu kasaldan mudofaa ko'rishi bek muhim. İnsanlar shu Xitoydan tarqalgan koronavirusi bilan yuqumlanib, COVID-19 kasaliga giribdor bo'lgan vaqtida qandoq davolash ilib bordi degan vaqtida o'xshamagan davlatlardagi o'xshamagan doktorlar tuvandagi bir necha xil davolash usulini qo'llanmoqda. Birinchisi kasal alomatlarga qarab davolash, ikkinchisi ergashma kasalliklarni davolash, uchinchisi universal davolash. To'rtinchisi qo'llash xarakterlik davolash. Beshinchisi, ya'ni u vaboga giribdor bo'lib, saqaygan kishilarningki qon plazmasi bilan davolash. Ya'ni u saqaygan kasalliklarning qon plazmasini ilib, bu ig'ir kasallarga urish orqali davolash. Oltinchisi, hamda shu kasalga giribdor bo'lgan odamlarda ba'zi organlar, ya'ni hayotga tahdid ilib keladigan ba'zi organlar zaiflashgan vaqtida u organlarni almashtirib davolash. Hozir qo'llanayotgan davolash usullari asosan mushu bir nechta turdagi bo'lib, bu kasalningki o'ziga, ya'ni bu kasalni keltirib chiqargan koronavirusiga nisbatan hozir qadar unumli bir davolash yo'q. Mundaq aytgan vaqtida butun dunyo miqyosida cho'qim mush kasalni davolashga unum berdi deb tasdiqlangan birmi dori texi yo'q. Undaqda bu kasalni davolashda ishlatilayotgan dorilar qaysi dorilar degan vaqtida garchi men yuqorida deb o'tgandagidek bu kasalni davolashda unumli dori deb qaralgan bir dori bo'lmasa-mu, lekin tuvandagi 10 xil dorilarni hozir bu kasalni davolashda ko'proq ishlatilayotgan bo'lib, ularningki ba'zilarininki unum beradiganligi jazmanlashgan bo'lsa, yana ba'zilarininki unum beradiganligi to'liq jazmlashgani yo'q. Biroq hozir boshqa tanlag'idek alohida unumlik usullar bo'lmaganligi uchun o'xshamagan davlatlarda o'xshamagan doktorlar o'zida bor bo'lgan dorilardan foydalanib bu kasalga nisbatan davolash ilib beryotidi. Ularningki birinchisi, ya'ni eng unum berish ehtimoli bor deb qaralgan dori Remdesivir. Bu dori shu virusga qarshi dori bo'lib, hozir bu kasalni davolashda eng unum berishi mumkin deb qaralgan dori. Ikkinchisi shu hormon xarakterlik dori bo'lib, dexamethason deb atiladigan hormon xarakterlik dori. Bu dori nihoyat azon dori bo'lib, bu dorininki bu kasalni davolashdimi belgilik unum borligi o'tirg'i chiqyotidi. Anından keyin uchinchisi shu hydroxychloroquine. Bu dori burun shu bezgakni davolashga ishlatiladigan
koni dori bo'lib, bu doriga nisbatan hozir qadar o'xshamagan qarashlar mavjud. Ba'zilar unum berdi desa, ba'zilar unum bermaydi deb qarayotidi. Ko'pincha doktorlarniki qarashicha bu doriniki aks ta'siri biroz ig'ir bo'lganligi uchun agar cho'qim unum berdi deb jazmlashtirilmagan ahvol ostida ishlatishninki cho'ng ahamiyati yo'qligini o'tirib qo'yayotidi. To'rtinchisi azithromycin. Bu bir antibiotik dorisi bo'lib, odatda bakteriya bilan yuqumlangan kishilarga ko'p ishlatiladigan dori. Bu kasalga nisbatan belgilik unum borliqqa o'tirg'i chiqyotidi. Balkim bu kasal tufaylidan kelib chiqqan ba'zi agashma kasalliklarga foydasi bo'lsa kerak. Undan boshqa shu tocilizumab, ya'ni Actemra degan shu burun reumatizmga ishlatadigan dorining bu kasalga belgilik unum borligi qaralyotidi. Albatta bu dorilarniki hech birisi texa 100% jasmlashgani yo'q. Undan boshqa shu 6, 7, 8, 9, 10 deb shu o'ng tarafdagi Cladra deymiz, anandan Tamiflu deymiz, Avigan, Chloris and Avimactin deb shu atalgan o'xshamagan ba'zilari shu virus qarshi dori bo'lsa, ba'zilari shu yallig'lanishga qarshi dorilar, anandan keyin eng oxirgi 10-si shu parazit qurtlarga qarshi dorilar bo'lib, shu o'xshamagan davlatlarda shu 10 xil dorilar hozir shu kasalni davolashga ishlatilyotidi. Afsus, bu dorilarniki asosan hammasi degidek reseptlik dori bo'lganligi uchun u dorini doktorniki tasdiqi bo'lmasa xohlagancha elib ishlatgili bo'lmaydi. Bular hamda shu yuqorida men deb o'tgan eng ko'p ishlatiladigan 4 xil doriniki rasmlari. Bu dori ichida shu sol tarafdagi yuqoridagi okul dori hozir nisbatan biroz unum berdi deyotgan dori. Anandan keyin o'ng tarafdagi yuqoridagi bu hormon xarakterlik dorimi bu tablet dorisi bo'lib, bu eng azan, eng ko'p uchraydigan dori. Bu dorimi hozircha shu kasalga unum beradiganligi biroz jazmlashayotgan bir dori. Men bu yerda faqatla shu ko'p ishlatilayotgan 4 xil doriniki rasmini qo'yib qo'ydim. Albatta bu deganlik bu dorilar cho'qim bu kasalni davolashga unum berdi deb qaralgan dori bo'lmasdan, balki shu amal yo'qning amalida hozir shu kasalni davolashda ishlatilayotgan dorilar. Undan boshqa shu resip ketmaydigan dorilar ichida vitamin D, vitamin C va aspirinniki bu vabo giribtor bo'lganlarniki ba'zi yomon oqibatlarga giribtor bo'lish ehtimolligini tuvaltish roli borligini da'vatida. Bulunbek vitamin D'ninki shu kasalniki ig'irlab ketishning oldini olishda belgilik rol o'ynaydiganligi ma'lum. Eng dastlabda vitamin C'ninki rol o'ynaydiganligi deyilgan bo'lsa, keyin bu vaqtda ko'p tadqiqot natijasi yo'q. Undan boshqa aspirinning shu bulunbek bolalarga ishlatadigan aspirinniki shu insonlarda qon qo'yig'ligini tuvallatib, bu shu vaboga giribtor bo'lgan insonlarniki ming qon tomirlariniki to'silib qilishning oldini olish va shu sababdan bu kasal giribtor bo'lgan ba'zi insonlarniki ig'ir oqibatlarga giribtor bo'lish ehtimolligini tuvaltishda belgilik rol o'ynaydiganligi o'tirg'a chiqyotidi. Qarindoshlar agarda bu dorilarni muvofiq ko'rsa, o'zining ahvoliga qarab sinab baqsa bo'ldi. Bu dorilarning hammasi resip ketmaydigan, xohlagancha ishlatgili bo'ladigan dori. Bu yerda eskartib
o'tishga to'g'ri keladigan bir ish aspirin dorisi, ya'ni hamma odamlarga mos keladigan, kelmaydigan bo'lib, bir qism odamlarda bu aspirin balkim ichki a'zoda qanash paydo qilishi mumkin. Shunga bu aspirinni ishlatgan vaqtida alohida ehtiyot qilish kerak. Bo'lib dastlabda oz miqdordan boshlab ishlatish, agar badanda qanash bo'lmagan vaqtida anandan keyin normal ishlatishni davom qilsa bo'ldi. Endi bu men yuqori deb o'tgandagidek, bu kasallikka giribdor bo'lgan kishilarga nisbatan butun dunyo miqyosida nihoyatda unumli jazmlashgan bir dori bo'lmaganligi uchun bu kasallikka nisbatan eng muhim bo'lgani uning uningdan saqlanish, ya'ni uning oldini olish. Undaq bo'lgan vaqtida bu virusdan yoki u keltirib chiqargan bu COVID-19 kasaldan qandoq saqlang'ili bo'ldi degan vaqtida bu bak murakkab emas, faqat o'zimizningki bu kasalga nisbatan jiddiy qarashimizga va uningga tadbir ilishimizga bog'liq. Bu jihatda tashviqotlar yaqinqi 3-4 oydan buyon izchil tashviq qilinib kelyotidi. Birinchisi eng muhim bo'lgani mushu qo'limizni yuvish. Chunki biz qo'limiz bilan boshqa jismlarning, ya'ni yuqumlangan jismlarni tutgan vaqtida bu virus qo'limiz orqali o'zimizning yuzimizga, badanimizga yuqishi mumkin. Shunga qo'l yuvish bu kasaldan saqlanishda bakla muhim. Anandan keyin mushu ijtimoiy musofa saqlash bo'lib yuqumlangan odamlarga yoki yuqumlanish ehtimoli bor odamlardan musofa saqlash, ularga yaqinlashmaslik. Anandan keyin uchinchisi mushu qo'limiz bilan tutish ehtimoli bo'lgan uydagi butun narsalarni vaqti-vaqtida tozalab, yuvib, pokizlab turish. To'rtinchisi anandan keyin bir kasal bo'lib qolish ehtimoli bo'lgan vaqtida yoki yuqumlanish ehtimoli bo'lgan vaqtida bu virusni texmi ko'p odamlarga yuqtirib qo'yishni saqlanish uchun eng yaxshisi uyda turish, shu kasal saqaygacha kam deganda bir necha hafta boshqalar bilan uchrashmaslik, bu orqali bu kasalning texmi keng tarqalishining oldini olib bo'ldi. Uchinchisi shu biz yo'talgan vaqtida yoki tush kirgan vaqtida cho'qim qo'limizni shu qog'oz yoki bir narsa bilan to'sib olish, ya'ni bu virusniki keng doirada tarqalishining oldini olish, yoki bo'lmasa sirtlarga chiqqan vaqtida cho'qim maska taqash yoki o'zimizda yuqumlanish ehtimoli bo'lgan vaqtida yoki o'zimizni gumonlangan vaqtida uydagi boshqalarga, urug' tuqqanlarimizga, atrofimizdagi odamlarga yuqtirib qo'yishdan saqlanish uchun cho'qim maska taqishimiz kerak. Anandan keyin o'zimizni qo'g'dash uchunmi maska taqash to'g'ri keldi. Oltinchisi, anandan keyin shu yüzimizni, ko'zimizni, shu burnimizni maynat bo'lgan qo'limiz bilan tutishdan saqlanishimiz kerak. Eng birinchisi shu qo'lni pak-pokiz yuvib turishdan, davomli yuvib turishdan boshqa eng oxirida shu ixtiyorsiz yuz ko'zimizni tutadigan shu odatimizni o'zgartirishimiz kerak. Bu shu virusdan saqlanishda nihoyatda muhim bo'lgan omillar bo'lib, tadbirlar bo'lib, buningga ergashish, ya'ni buningga rioya qilish amaliyotda unchalik qiyin emas. Faqat bu kasalni jiddiy olsak, uningga nisbatan shu ilishga tegishli tadbirlarni izchil esimizda saqlasak, meningcha u virusdan saqlang'ili bo'ladi. Endi shu yaqinda Amerikadagi ba'zi o'rinlarniki tadqiqot natijasiga asoslangan vaqtida qaysi xil ahvol ninki shu virus bilan yuqumlanish xatiri eng tuvan, qaysi xil ahvolning eng yuqori degan vaqtida shu nisbatan aytgan vaqtda xatiri tuvan ahvollar, masalan, uyga kelgan xatlarni ilish, uninki xatiri nisbatan tuvan bo'ladigan. Albatta bu xatar yo'q degan gap emas, biroq bu xat cheklar bilan bu virusga yuqumlanish xatiri tuvan. Ikkinchisi, restoranlardan sirtdan tomoq
zakaz qilib uyga kelib yeyish buning xatiri uncha yuqori emas. Anandan keyin masalanga mashinaga gaz qachalash buning xatiri uncha yuqori emas. Anandan keyin shu tantarbiya harakatlarga qatnashish yoki bo'lmasa tabiiy manzarlarga berib shunday yo'l yurish yoki harakat qilishlarniki xatiri uncha yuqori emas. Endi qaysi xil usullarniki qaysi xil ahvollarda bu virusga yuqish ehtimoli eng yuqori, eng xatarlik degan vaqtida shu o'zi tanlab yeydigan yemekliklarni yeydigan restoranlarda xatiri eng jiq. Anandan keyin shu badan chiniqtirish o'rinlarida bulapmbak sirtqa ichib o'tilgan cho'ng tipdagi shu jimlarda, ya'ni badan chiniqtirish o'rinlarida bu virusga yuqilish ehtimoli eng yuqori. Anandan keyin shu o'yin tomosha qiladigan mandaq bog'chalarda yoki suv uzish ko'lchaklarida, anandan keyin kinoxonlarda, o'yinxonlarda, anandan keyin shu cho'ng tipdagi muzika konsertlarda yuqish ehtimoli eng cho'ng. Anandan keyin shu tantarbiya saroylarida cho'ng tipdagi musobaqa ko'rishning xatiri eng cho'ng. Anandan keyin shu diniy faoliyatlar yoki dafn murosim deymiz yoki namoz, ko'p jamoat namoz o'qish deymiz. Mushlarniki xatiri nisbatan aytgan vaqtida eng cho'ngkan. Uningdan boshqa anandan keyin shu nimalarga normal odatdagi restoranlarga berib shu restoran ichida tomoq yeyish, choch yasattirish, anandan keyin shu aeroplan bilan sayohat qilish deganlarniki xatirmi nisbatan yuqori. Shunga bo'libmbak shu restoranga berib, cho'ng tipdagi restoranga berib tomoq yeydigan, anandan keyin shu odam ko'p to'plashgan so'rlarga bordigan, anandan keyin shu satrashxonlarga berib choch yasadigan ishqa amal bo'lsa saqlanalsak saqlansak, anandan keyin to'y to'kin shu ishlarnimi amal bor kechiktiradigan ishlar bo'lsa kechiktirsak, bu kasaldan bu kasalga yuqishniki xatarini tövenletkili bu virusdan saqlang'ili bo'lishi mumkin. Endi bu hammasi shu o'tganki bir necha oy jarayonida ilib berilgan tadqiqot va kuzatishlarniki natijasiga asosan chiqarilgan yakun. Albatta bu butunlay mutlaqmi emas, cho'qim mushularga itoat qilsak kasaldan saqlana olamiz deganlik emas, lekin mushularga alohida diqqat qilsak bu kasaldan yuqumlanish ehtimolligimizni yuksak darajada tövalta olamiz. Bugun so'zlamoqchi bo'lgan leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Agar bu haqda savolinglar bo'lib qolsa, menga ayrim yo'llasanglar bo'ldi. Hammanglarniki tininglarniki salomat bo'lishini, bu vabodan sog' salomat o'tib ketishinglarni umid qilaman. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Kelaqtim ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat. Xayr xo'sh.